Ro'zani san tutasan, yahudiydan qolgan odatlarni qilib, ro'zingga ham Allohning og'ziga Bu vatangado o'zbek tilida gapirib turib o'zbeklarni yomonlayapti. Mirziyonda avlodlari ham yo'q O'zbekistonda. Og'zingni ochib o'tirib, o'zingni yurtingni Xitoyga berib qo'ygan qanaqa ketlarsanlar. Struganni nima qilasan endi qarab. Bo'ldi, Xitoy onangni olib xotiningni xotin qiladi, seningni 5 yoshli qizlaringni olib borib xotin qilib Uyg'urda kuni boshingga tushadi. Qurayotgan har bir uylari senga lager bo'lib qoladi. Juxtdek qiynab o'ldiradi. Tamom bo'ldi insonlar. Otasi qul millatga boshqa xalq kelib egalik qiladi. Sanlar sindi aminga kirding. Xo'sh, shunday ekan, Alloh bizni qutqaradi. Allohingga o'zbek millatingga islom diningga mana shuni chiqar. Xohlasang yana qayta yaxshilab tashlab yuboraman. Allohingga va o'zbek millatingga yoz Ashonnahu Xudoyni sikib og'ziga berib Allohni axlatga tashlaganman. Xitoy do'xtisi. Masjidlaringni buzib Qur'oningga g'ing deyolmaysan, g'ing desang shpaqsan sikini bolalar. G'ing deyoldingmi? Toshkentga borasan. Oybek ko'chasi 4-uyga borasan. Qolganini ko'rasan endi. O'sha yerda men yuzimni ko'rasan. Kim biladi? Toshkent ko'chasi, Toshkent, Oybek ko'chasi 4-uy. Yuzimni ko'rasanmi? Duxing bormi? Onaylar O'zbekistonda. Xitoy u quydagilarda oilasi yashamaydi u yerda. Mirziyonda avlodlari ham yo'q O'zbekistonda. Yeni sal ishlat to'poy galba. Haromdan berganlarga, haromdan bo'lganlarga berdik-ku, qarzi bilan O'zbekistonda to'lab yuraverasan. Xitoy buyragingni sug'urib oladi. Ko'zingni yurib oladi. Terini shilib sotadi. To'laysan onangizga $65,000 qarzing bor har bitta endi Xitoydan. Qarzdor qul onangizga qul. Sen fuqaro degani qul degani onang. To'laysan shu. Sani qo'lingda san zo'rsan, top, merisi yo'lladimi, ismni yo'lladimi? Oning yo'lladimi, otang yo'lladimi? Mana ro'zani san tutasan, yahudiydan qolgan odatlarni qilib, ro'zingga ham Allohning meditsinani vobshe gapirmasa bo'ladi. Qaysi bir operatsiyani qilsan sen gandonlar Hindistonga borasan. Molda bo'qni yeydigan, molda sidigini ichadigan, haromni hindcha zig'inasanlar o'salda. Nimaga kirilasan? Bo'ldi, yurt ketdi. Saniki bas onangni sen vatan ichidagi vatangadosan. Chet elga olib ketaman sen onangni qo'shib berasan, sen o'sha odamga puling bo'lmas. Bor. Mirziyoda denga borib gapir. Gaz, suv, metan deb yig'la. Qashshoq. Sano, bor. Mirziyoda denga borib gapir. Gaz, suv, metan deb yig'la. Qashshoq. Sano oning erkak kishi bo'lgan-a? Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hozirda bizga chet el nomeridan, chet elda turib olib, bizga SMS bilan O'zbekiston xalqini, dinini haqoratlab, Shavkat Mirziyoyev prezidentimizni ham hattoki qo'shib haqoratlab gapirgan ayolning videosini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Chunki buni xalq bilishi shart. Chunki u xalq to'g'risida ketyapti. Bu vatangado o'zbek tilida gapirib turib o'zbeklarni yomonlayapti. Mayli, Xitoyda kirganini gapiryapti. Nimaga sen Xitoyda kirganini gapirmaysan deyapti. Nimaga men gapirishim kerak? Xitoyda kirganini gapirayotgan rasmiy saytlarimiz bor. Xitoy kirib, bitta O'zbekistonda tijorat qilyapti, O'zbekiston bilan hamkorlik qilyapti.
Xo'p, undan boshqa menda ma'lumot bo'lmagandan keyin men qanday unaqa ma'lumotlarni gapirishim mumkin? Men oddiy o'zimni shaxsiy fikrimni ommaga olib chiqishim, axborot izlashim, axborot tarqatishim mumkin. Hurmatli prezidentimiz sharofatlari bilan blogerlarga yaratib bergan imkoniyatlardan kelib chiqqan holda biz ish olib borayotgan oddiy odamlar biz. Biz ham oddiy fuqaromiz. Bunaqangi insonlarga kim chora ko'radi? Kim nazoratga oladi? Shunaqa gapirayotgan odamni kimdir bunga gapirtirganmi? Nima? Telegramimizga yozib, shunaqa haqoratli so'zlar ishlatib, shunchalik darajada gapiryaptiki, u gaplaridan xullas ancha-muncha inson bunaqa gap gapirmaydi. Inson deyishga ham noloyiq insonda. Inson deyishga noloyiq mavjudot. Kiber xavfsizlikdan iltimos qilib qolardik. Shunga o'xshagan, shunaqangi insonlarni topib, ularga kerakli choralarni ko'rishlarini so'rab qolgan bo'lardik.